العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين آمين ثم آمين ربim qalblarimizni Qur'onni qalblarimizga ochqin. Bugungi darsimizni Maide surasining 20-oyatidan boshlab davom qilamiz. Estaizu billah ve iz qala Musa liqaumihi ya qaumi zkuru ni'matallahi alaykum iz ja'ala fikum anbiya'a ve ja'alakum mulukan ve ataakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, ey Kur'an anlıqçı muhatap, esligin ve esletkin, şundaq bir tarixni ki iz, dedi Musa özünün qavmi üçün, özünün xalqi üçün, özünün milleti üçün dedi ki, ey qavmim, ey xalqim, uzkuru ni'metallahi aleykum, Allah subhanahu ve ta'ala'nın sizlarga bergan ni'metlerini eslanglar. Bu ni'metler şunundan ibaret idi ki, iz. Qıldı Allah subhanahu ve ta'ala sizlarning içinde enbiyalarını qıldı, peygamberlerini qıldı. Ve cealekum muluken ve Allah subhanahu ve ta'ala sizlarni muluken qulluqdan qutquzup padişahlar kabi yaşaydigan hürriyet ata qıldı. Padişahlık ata qıldı emas, yani hürriyet mulk ata qıldı. Sizlar Firavunning qo'l ostida qul edinglar. En abbette bani İsrail قال فرعون وما رب العالمين. Men müşahede Beni İsrail halkını Firavun'un kul kılganlığını diyen idi. Dedi ki Musa, en abbette Beni İsrail. Ey Firavun, sen Beni İsrail halkını ene rabbukumul a'la deyiş arkalık müstebit kılıp kul kılıp aldın. Kale Firavunu ve ma rabbul alemin. Firavun dedi ki, kul kılsam özümün işi, men bolsam rabbukumul a'ladur men. Senin davatkan Rabbul alemin diyen kimdir, nimedir o? Diyen idi. Man Allah Teala bu aya, yani Musa aleyhissalatu vesselam'ın tili arkalık, ulanı kulluktan hürriyet kutul çıkarsa, tuzkurluk kılgalığından ibaret bir tarihi cereyanını esletkin dedi. Ve ataakum ma lem yu'ti ahaden minel alemin. Ve Allah sizlarga berdi andak bir nimetni ki malem yu'ti. Allah bermedi o nimetni ahaden minel alemin. Dünyadaki hiç kimge bermegen nimetni sizlarga berdi. Sizlarga Allah subhanahu ve ta'ala Firavun'un zulmüdün qutulduğundan keyin alohida bir yer, coğrafiyelik o'rin qapırıp asmandan zencivil daraxtlarini, zencivil, menne ve selva qatarlıq yemek içmeklerini, tügü kuşunun goşlarını pişirgan haletde dostxallah bilen sizlarga tushirdi. Sizlar qopap eningdan keyin bizga ve adasiha ve fumiha ve basaliha shularning bediliga piyoz, samsaq ve adas qatarlıq mush narsalar kerak dedinglar. Eningdan keyin İhbitu misram fe inne lekum ma asaltum degan edi Musa. Abobtayni elanglar. Sizlar o kadar Allah subhanahu ve ta'ala'nın asmandan tushirib bergan nimetlerini onuga, zimindan chiqadigan otash chunak piyoz samsaqni degan bo'lsanglar ayni beringlar sharinglar degan edi. Mana bu yerda Allah subhanahu ve ta'ala shu nimetlarni eslatdi Musa ularga. Ey Muhammed aleyhisselam, sen bunu ummati Muhammadi ummatlaringga degan. Ey Kur'an anlıqçı muhatap, sen bunu hem esligin hem esletkin. Hatırlatgin. Yani Allah Teala devam kılıp dedi ki, Ya kavmi dukhulul ardal muqaddesatelleti keteballahu lekum ve la terteddu ala adbarikum fetenqalibu khasirin. Ey halkım dedi Musa, Udukhulul ardal muqaddese, sile Allah Teala tarafından silege ata-anandan miras qalgan muqaddas ziminga kiringlar. Elleti keteballahu lekumni ata-anandan miras qalgan dedim ki, yazda Allah Teala sizlarga degini. Yani Allah Teala sizlarga ata-anandan tatib sizlarga putiratgan o'zingizning muqaddas vatani, muqaddas zemini, muqaddas ana tuproqlarga kiringlar dedi. Va la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Ey xalqim, sizlar bu mavzuda, bu davoyingizda, iman davosida, furaq davosida Allah Teala bergan yezivetken muqaddas vatan zimin davosida aqanlık qaytmanglar. İmandan aqanlık qaytmanglar ki murtad olmanglar. Davasingizdan aqanlık qaytmanglar ki qo'rqinjaq olmanglar. Vataningizga, xalqingizga, ziminingizga ahanet qildigan xoinlardan bo'lmanglar degan edi.
Fetenqalibu khasirin. Sili bu davasından vazgeçsenglar, iman davasından, mukaddes zemin tuprak davasından vazgeçsenglar, sizlarga nisbeten xarlıq etkild iş bu, xarlıq qaytqan bir sizlar degan edi. Nim üçün men bu yerda wala tartaddu ala adbarikum deganni iman davasından qaytsanglar, mukaddes vatan davasından qaytsanglar dedim deganda, ardal mukaddese var bu yerda. Mukaddes tuprak. Yani Bani İsrail'nin tuprak qaysiti? Palestin'ti. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. Musa aleyhissalatu vesselam özünün halkıga yukarıdaki, ilgirki bu tavsiyelerini oturup koyuydu. Ula dediler ki o halkı, ya Musa inne fiha kavmen cebbarine ve inna len nedhulaha hatta yahrucu minha fe in yahrucu minha fe inna dahilun. Ey Musa, hakikaten o şehirlerde bir cebbarin, diktatör bir devlet, diktatör bir hakimiyet, diktatör bir halk var. Besvalde o zeminne, bizim zeminimizde. Ve inna len nedhulaha, biz hergiz mi kirmeyimiz biz şu zeminga. Hatta yahrucu minha, hatta ki çıkıp ketkenler uları o ziminden. Fe yahrucu minha fe inna dahilun. Eğer ular çıkıp ketken takdirde enandan keyin biz kirmiz bu ziminga, bommasi kirmeyimiz dediler. Xuddi bu ayet mana bizde %100 bizning millatga deyilayotgan bir ayet. Qalar ayetni davom qilayli. Davom qilsak zaten ayet o'zini o'zi tafsir qiladi. İnşallah biz o'zimizga tatbiq qilsak bo'ladi. Qala rajulani minallazina yakhafuna an'amallahu alayhim udkhulul bab. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Dedi, Allah'tan korkaydıgan işki Adem ki inam kılgan idi Allah Teala o işkiske. İmanni, şecaatni, cesaretni, teslimiyetni, tevekkülçülükni, kumandallıkni, ülgilikni, bunda bay behsanlı boludu. Muş arkalık nimet kılgan Allah'tan korkaydıgan hakiki tekvadır. Özünün mesuliyetini ada kılalaydıgan iki kişi kopap dedi ki udhulu aleyhimul bab. Kiringlar, ularga işiktin kiringlar. Feyda dekhaltumuhu fe innekum galibun. Sile ve kirsanglar galibi kılsılar dedi. Nim için aldı dervazdan kiringlar, işiktin kiringlar dedi dese o veya bir cebbar kavimba, diktatör bir kavimba, güçlük atom bombaları var, usuva busuva bugün kündeki insanlar degendek. Biz kirek olsa bir amal ba akseptin palan pistan kirsek oldu digen nersin digende bula. Onun için Allah subhanahu ve taala işte Adem'nin tili arkalık davadi ki erkektek kir. Uyadaki İslami ahlak, müminin ahlakıga xilap boğan halatda ahanet ölen kirmey, derizdin kir. Ve atul buyute min ebvabiha debbağı Kur'an'da biz okuduk sure Bakara'da. Sile Tuğnuktan kirmey, işikten kirinlar degan bir ayet. Şu ayetni asıl tutu bu. Buladımı aşınak bir işaret bolgan iken. Onun için bu iki insan şicaat, kanaat, tevekkül, iman, İslam berilgen uç gedem. Sili kirinlar, işikten kirsanlar dervazdan Allah tevekkül kılıp ayet var. Sili galibi kılsılar dedi. Ve alallahi fetevekkelu in kuntum mu'minin. Sili Allah kılam tevekkül kılınlar eğer mümin bolsanlar. Çünkü hakikat silinen, iman İslam silinen, tutka yolanı toğra, vatan, halk, zemin, tuprak silinen, bunda boğalık için, bunda bu işler kokap ketişinin hiç kandak bir hacet yok. Allah tevekkül kılınlar. Sebep dünyası sebebini tutkan deyken Allah tevekkül kılıp kirinlar dediler. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. Ular dediler ki, ey Musa, cezmen biz hergiz mi kirmeyimiz biz o mukaddes topraklarımızga ebeden qatti madamu fiha madami ki yurtlarımızı besvagan ele kavmen cebbarin diktatör halk veya ba iken biz asla kirmeyimiz dediler. Ola Allah burun köştün burun mağlubiyet beletlerini kalbelede setip elip boğanlar ola. Onun tumudu. Fedheb ente rabbuke faqatila inna hahuna qaidun. Ondaqda ey Musa sen ve senin Rabbin bağın. Fakatila Allah'ın olan işkanla uruş kılınla inna hahuna qaidun. Cezmen biz bir yerde oturup toğuçu dediler. Bazı komandallarımız, bazı hakikatçi alimlerimiz mesela desek ki bu iş fakat müşahalet yetti. Bizim zeminimiz, İslami topraklarımız, Müslüman ağaç sınırlarımız, her nersimiz ketti, olanın hürmeti ketti.
Biz bugün qo'limizga bir narsa olmoqchilik kirmaymiz. Bu masala hal bo'lmaydi. Bizning masalamiz so'z bilan emas, o'z bilan. Faqat quruq tashviqot bilan emas, kuch-quvvat bilan, qurol bilan hosil bo'ladi. Avval Alloh andan qas biz g'alaba qilamiz desa, dediki, "Ey sen nega gapni qilyapsan, ahmoq tuxumni toshga urib?" Bugungi kunda dunyo xalqaro uningdan qo'rqayotgan atom saviyasiga ega bir davlat bizning zaminimizda ekan, biz qanday kiramiz desa, olimlar ishonchi bilan deydiki, bu payg'ambarning yo'li, bizning yo'limiz haqiqat, bizning tuproqimiz haqiqat, hamma narsa haqiqat. Biz avval qo'limizdan kelsa bir qadamimizni boshlaylik, Allohga tavakkul qilaylik, islom deyli, din deyli, iymon deyli, Qur'oni Karim deyli, bu masalani din bilan hal qilaylik. Avval markazimizda Alloh bo'lsin desa, ular deydiki, mana shunday taraqqiy qilgan davrda atom bombasi va bu insonlarga nisbatan Allohing bilan urush qilganimiz qilaveramiz inson adash, Allohing bilan urush bizga nima ish qilaysan, sen urush bir azod qilib bir mustaqil qila, endan keyin biz kiramiz, biz hozircha mishada buning nima deymiz, yaroqchiligini qilib, buning yig'lab vatanimizni azod qilib deb taslimiyat bilan muhnat turaylik deydi bular. Tam Beni İsrail'nin bu Musaga degan söz bilan o'xshashlar. Biz bundanını ko'rdik, bundanını anladık, sizlarni anladığını anlayatsizlar balkim. Onun için tamamen bizning millatimizning qulluq psixikasi bilan o'z vaqtidagi Beni İsrail'ning qulluq psixikasining hech qanday bir farqi mavjud emas. Bu tam bir teslimiyetçilik. Düşmaniga zaten aslida qalbidilla teslim bo'lib qolganlik. Onun için haqiqiy qulluq bir insanın coğrafiyalik o'rnini yoki bo'lmasa zaminni bostirib qo'yganlik emas, ruhiy jihatda, qalbiy jihatda, tasavvur, fikriy jihatda uningga mag'lub bo'lishining o'zi bu eng buyuk qulluq bu. Ozodlikning o'zi shu. Ozodlikning o'zi coğrafiyalik o'rnini yoki bo'lmasa bir narsani tortib qo'yganlikning o'zi, tortirib qo'yganlikning o'zi. Ozodlikning o'zi shu. Ozodlikning o'zi nima deganda, albattaki bir zaminni yoki coğrafiyalik o'rnini azod qilgan bo'lsa-mu, uning ruhiyat dunyosi azod bo'lmagan bo'lsa aslida xuddi O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'istonga o'xshash. Bu azodlik bo'lmaydi. Masalan, ular Rusdan ayrilgani 15-20 yil bo'lgan bo'lsa-mu, tangdan to'la insonlar bugungi kunda Sovetlar ittifoqini, Rossiyani maqtaydigan mana shunday ahvollar mavjud. Uning uchun asli qulluq yoki azodlik jo'grafiyalik o'ringa emas, fikrga, tasavvurga, ruhiyat dunyosiga qartilgandir. Uning uchun bular ruhiyat taslim bo'lib qolganligi uchun ayda degandek. Sen Rabbin bilan urush qil, biz mishada o'tirib turaylik dedilar. Qala Rabbi inni la amliku illa nafsi va akhi fafruq baynana va baynal qawmil fasiqin. Musa alayhissalatu vassalam bularning dard javoblariga nisbatan, insonni haqiqatan izdigan javoblariga nisbatan dediki, Rabbi, ey Rabbim, inni la amliku illa nafsi va akhi. Men faqat egolanmayman, faqat o'zimning nafsiga egolaman, men faqat o'zim bilan egolalaymankan va akhi mening qarindishim Harun alayhissalatu vassalamdan iborat bo'lgan qarindishimga egolalaymankan, boshqalarga egolanmaymankan bu xalqning. Undaqda tafruq baynana va baynal qawmil fasiqin. Undaqda biz bilan bu fasiq qavmning arasini sen uzib etgan deb duo qildi. Qala fa innaha muharramatun alayhim 40 sanatan yatihuna fil ardi fala ta'sa 'alal qawmil fasiqin. Eningdekin Alloh subhanahu va taolo mana bu payg'ambar Musa alayhissalatu vassalamning duosini anglagandan keyin darhol javob berib dediki, ey Musa, jazman u shahar muqaddas zamin ularga nisbatan 40 yil harom qilinguchidir. 40 yil qaytolmaydi bular o shaharga. Unda degandan keyin yatihuna fil ard. Bular ash zaminda turayotgan zaminda 40 yil hayron bo'lgan holatda yo'l topolmasdan tinirqab yuriydi bular dedi. Amaliyotda ular 40 yil shaharga boramiz deb mans yo'lni yo'qitib qo'ygan, shaharga boramiz deb mans yo'lni yo'qitib qo'ygan. Mushunda qoldi 40 yil shu yerda tinirqab yurdi. Chunki Alloh subhanahu va taolo ilohiy tamg'usini o'dida ularning ustiga sarkeshligi tufaylidan, qo'rqinchoqligi tufaylidan, muqaddas zaminiga, vataniga bo'lgan iymon islomiga bo'lgan xoinligi tufaylidan. Nima uchun bu yerda 40 yil dedi deganda, bir insonda, bir millatda, bir millatningki shaxsiy insonga nisbatan bir insonning üst yetilish uchun 40 yil ketdiganligi. Shu barliq payg'ambarlarning 40 yoshli payg'ambar bo'lganligi. Barliq haqni, nohaqni va bir narsani mutlaq manfaatlik, mutlaq zarar ekanligini bir inson 40 yoshdan iborat yoshga to'shqanda endan keyin bilalaydigan qobiliyatga ega bo'lganligi uchun
Allah subhanahu wa ta'ala 40 yıl dedi. Ve şunun bilen birge bir millet, bir halk, bir ırkның, bir evladının üsp yetiliş için 40 yıl gidi dağallaktı. Ve bir evlat üsp yetilgenden keyin cehalet olsun mu? O evlatını yenilat ikinci bir evlat terbiyeleş için mi? 40 yıl gidi dağallagan Allah subhanahu wa ta'ala bilgenligi için mene 40 yıl dedi. Üçüncüden Allah subhanahu wa ta'ala deyişte barlıq peygamberlerini hem 40 yaşta peygamber kılıp evet geldi. Şunun için Allah subhanahu wa ta'ala bularga 40 yıl dediler. Allahu Teala alim. Fela ta'sa alel kavmil fasikin. Ey Musa, ondaqsan bu fasik kavmine nispeten bu mening ilahi tamgamdan hiç bir naumid bolma. Ularga qayg'urma dediler. Allah subhanahu wa ta'ala alayda ve qala Musa li qavmihi zkuru deyish orqali bu bir qancha oyatda Bani İsrail xalq bilan Musa alayhissalatu vassalamning o'rtasidagi diyalogini kul ve kulluk karşı, zulüm ve zulümü karşı, vataniga kirish kirmaslik to'g'risidagi, urush qilmaslik to'g'risidagi diyalogini bizga ilahi vahyi bekadin bekaga, ma'nosiz, g'oyasiz, nishonsiz bunda deydimi deganda albatta yo'q. Bu qissadan oladigan hislarimiz mana men deb bizga chiqib turibdi. Uning uchun Alloh subhanahu va taolo ey Muhammad alayhissalatu vassalam bularni esligin ve esletgin. Tasadifi ahval aslida insonlikda, insoniyat dunyosida xalqlar Bani İsrailga o'xshagan bir taqdirga duch kelgan taqdirda ularning Musa alayhissalomga o'xshash liderlari, yo'lboshchilari, olimlari, rahbarlari o'tirsa shunday dialog bo'lsa, bularning qaysi tarafda turishning muhim ekanligini uqsin uchun sen bularga buni yetkiz demekte. Vatlu alayhim naba ibnay Adem bil haqqi iz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima ve lem yutaqabbal min al-akhar قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Allah subhanahu wa ta'ala insaniyet dünyası Bani İsrail'in kısmını degenden keyin endi yana bir bardak yukarıga çıkıp ilgiri çıkıp deydi ki Bani İsrail halkının ecdadı bolgan, insaniyetinin ecdadı bolgan Adem aleyhissalatu vesselam'ның tarihi iş izlerini bayan kılmakta. Ve demekti ki ey peygamber sen olarga Adem aleyhissalatu vesselam'ның Hazreti Adem'nin iki oğlunun haberini deppe. İz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima ve lem yutaqabbal min al-akhar. O kız şundan ibaret idi ki o ikisi bir kurbanlık kıldılar. Qarraba qurbanan. Allah subhanahu wa ta'ala iki oğluga bir kurbanlıkni tavsiye kıldılar. O ikisinin her bir ikisi kurbanlık kıldı. Allah Teala'ya yakınçılık kılış için. Fatuqbila min ahadihima. O ikisinden birisinden kubul kılındı ve lem yutaqabbal min al-akhar. Yani ikinci birisinden kubul kılınmadı. Qala la aqtulannak. Şunu olan kubul kılındığını qarab, kubul kılıngan sadaqası, kubul kılıngan kurbanlık kubul kılındığını qarab dedi ki la aqtulannak. Men seni öldürmen dediler. Qala innema yetakabbelullahu minel muttaqin. O kubul kılıngan dedi ki ey kardeşim innema yetakabbelullahu minel muttaqin. Allah subhanahu ve taala muttaqilerden kubul kılıdı. Kalbi Allah'a bağlangan, Allah aldığındaki mesuliyetini his kılıp turup kılgan, samimi, halislik bilen kılgan kurbanlıkını, ibadetini kubul kılıdı. Onda oğallık için menden kubul kılıngan buluşu mümkün dedi. Seni öttürmen desin yana. Sen demiş ki öttürsen, sen öttürsen ben seni öttürmen demedi. La in basatta ileyye yedeke litaktulani ma ana bi basitin yediye ileyke liyaktulak. Allah subhanahu wa ta'ala bu arkalık bir muttaqilerinin sübtini bayan kılmakta. Muttaqilerinin edep ahlakını, uğraş ahlakını, münazır ahlakını, fidakarlık ahlakını bayan kılmakta. Ve devam kılmakta ki didelike kurbanlığı kubul kılınığını, ikinci birisi onu öldürmen dese fakat bu muttaqilerden kubul kılıdı dep bulap la in basatta ileyye yedeke. Eğer sen bana özlerinin kolunu senin iş kulağını öldürüş için sozgan bolsan litaktulani meni öldürüş için. Ma ana bi basitin yediye ileyke liyaktulak. Men qatti iş kulağını sana sozmayman ki liyaktulak seni öldürmem. Sen meyle bana öldürüş için kol sozsan men sana kol sozmayman dediler. Dep bulap dedi ki inni ahafullaha rabbal alamin. Hakikaten men alemlerinin Rabbi boğan Allah subhanahu ve ta'aladan korkman. Katillik kılış için kolamını sozmayman dedi. İnni uridu en tebu'a bi ismi ve ismike fetekune min ashabin nari ve zâlike cezâ'u zalimin. Men fakat halayman men. Şunu halayman ki sen minin ve senin günahını üstünge ağaysan eğer beni öttersen. Fetekune min ashabin nar. Sen dozaqның ashabıdan bolursan. Ve zâlike cezâ'u zalimin. Bu bulduğun bolsa
Haksız yerge kan tökken zalimning jazosidir. Men buni xalayman. Mening xalaydiganim bu. Bakarım men sana o'xshash qo'limni seni o'ltirish uchun ko'tirib, sening va o'zimning gunohini üstüm gelip dozaqning asabidan bo'lishimni men xolamayman. Bo'lsang sen bo'l dedilar. Fatawat lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha min al-khasirin. Eningdan keyin ening nafsi, elqi men o'ltirman degan qotilning nafsi o'zining qarindishini, Habil deyiladi o, qotil bo'lgan Qobil, o'zining qarindishi Habilning o'ltirishga ening nafsi undi dedi. Fatawat degani qabul qildi dedi. İhtiyar qildi dedi. Faqatalahu eningdan keyin uni o'tdi. Fa asbaha min al-khasirin. Eningdan keyin u ziyon tortqishlardan bo'ldi dedi. O'tirib bo'lgandan keyin qissalarda mavjud, oxirida sharhiy keladi. Faba'atallahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kayfa yuwari sawata akhi. Qala ya waylata a'ajaztu an akuna mithla hadha al-ghurabi fawariya sawata akhi fa asbaha min an-nadimin. O'ltirib bo'lgandan keyin zaten birinchi qitimliq ish bo'lganligi uchun u vijdon azob qilib qanday qilishni bilolmay hasratlanmoqda edi. Alloh subhanahu va taolo uningga bir qog'ini avatdi dedi. Faba'atalloh, Alloh taolo bir qog'ini avatdiki, yabhatu fil ard, yana tatlab cho'qib yana tatlavatdi dedi qog'a. Liyuriyahu kayfa yuwari sawatahi. Tashuki ko'katgay u qog'a o insonga, qotilga kayfa yuwari sawata akhi, o'zining qarindishining jasadini qandaq kumudo yoki yapido. Buni ko'rsatish uchun bir qog'ini Alloh subhanahu va taolo avatdi. Qala ya velat, demak qog'a o'ziningki tumshug'i bilan ya'ni ko'lab bir narsani ko'mdi yoki bo'lmasa boshqa qissalarda bir qog'a o'lab qolganti shu qog'ini ko'mdi dedi. Allohu a'lam. Enandan keyin bu inson dediki, qotil inson, qala ya vaylata, kashki alam hasratim deb vicdan avazını bir oturup koyduk ki, kaşki, vay yavaylata degeni, vay hasretim, vay nadametim degen gep, aciztu, men aciz geldim men, en ekune mitla hadal gurabi, şu ki boğayım men, muş kağının okşidek bulaştığına aciz geldim mi? Fa uvurya sev'ete ahi, u mana minin karnışımның cesedini qandaq yepishni ko'rsatildi mana. Fasbaha minan nadimin. Endan keyin buni ko'rgandan keyin bu haqiqiy nadomat chekishlardan bo'ldi. Men o'zimning qarindishining bir jasadini ko'mamabdim emas, mana mush qog'chilik bo'lamabdiman dedi uni ko'rgandan keyin, ammo hasrat chekishlardan bo'ldi dedi. Min ajli zalika katabna ala bani Isroila annahu man qatala nafsan بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. من أشجعتن Beni İsrail halkıga biz yazdık yani periz kıldık biz yazdık biz degeni yazdık Beni İsrail halkıga şunda dep yazdık ki cezmen her kandak bir insan ki bir canını cansız öttese bir canının beraberge emas degeni haksız yerge öttese ev fesadin fil ardi yoki yer sharida buzuqchilik qilgan bo'lsa, ya. Aw fasadin fil ardi degani big'ayri nafsinga atfa. Yoki yer sharida buzuqchilik qilmasdan bo'lgan bir odamni o'tgan bo'lsa, faka annama qatalan nasa jami'a. Go'yoki odam insonlarning hammasini o'tgandek bo'l. Va man ahyaha faka annama ahyan nasa jami'a. Kimki bir insonni turgizsa, go'yoki o inson hamma insonni turgizgandek bo'ldi deb mana bu shunday yozdik biz dedi. Bu yerda Alloh subhanahu va taolo bir insanni haksız yerga o'tsa yoki zaminda yer sharida buzuqchilik qilmasdan o'tsa hamma insonni o'tgandek bo'ladi. Bir insonni turgizsa degani bir insonning o'lmasligiga sababchi bo'lsa, hayotligiga sababchi bo'lgan bo'lsa, Alloh taolo yer sharidagi barliq insonning hayotligiga sababchi bo'lgandek unda bo'ldi deb biz ular qanday qildik yazdik. Demakchi o'g'ini bir insonga nisbatan butun yuzlik inson, bir olam deb qarash kerak demakchi. Va laqad ja'atum rusuluna bil bayyinati thumma inna katiran minhum ba'da zalika fil ardi la musrifun. Albatta jazman keldi ularga bizning elchilarimiz ochiq oshkora hujjatlar bilan keldi. Thumma inna katiran minhum ondan keyin jazman ularning ko'pinchilari ba'da zalika ashundan keyin fil ardi la musrifun. Yana ham yer sharida israfxo'rlik qilishni, adamni o'ltirishni, buzuqchilik qilishni davomlashtirib ketdi dedi. Oyat uchuq. Innama jazaa'ul ladina yuharibunalloha va rasulahu va yas'una fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim va arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al-ard. Zalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati
azabun azim. Fakat ve fakat Allah'ın Resulü can ilan kılgan insanların cezası. Ve yes'une fil ardı ve yer şarı buzukçılık kılgan fesaden. Şunda buzukçılık kılgan cezası. Allah'ın Resulü can ilan kılganların cezası. Ve şunda bir insanların cezası ki yes'une fil ardı. Yer şarda bula sayi kıldı fesaden. Fitne fasad sayi kılganların cezası. Şundan ibaret idi ki şu ki ola öldürülgay yoki dağa esilgay yoki tuqatta aydihim ve erculuhum min xilafin. Karşı taraf çaprazlı mı deydi bizde? Çaprazlı mı halette ularning put qo'llari kesilgay ev yunfav minel ard yoki turvatgan ziminlerden palangay. Mana mushu ularning jazosi edi. Bu ayet hammamizga ma'lum bir irmauna deydigan bir vaka o'tgan Arabdan saraliq Arab qabilalaridan bir turkum qabila Payg'ambar alayhissalatu vassalamdan qarshi kelib, "Ya Rasululloh, bizga dinni ta'lim bersang va bizga dinni ta'lim beradigan bir qism muallimlarni avatsang" deganda Payg'ambar alayhissalatu vassalam ahli suhbatin bo'lgan 70 dağını qarını ular bilan birga avatganligi, o'li bir mauna kelgan chaqda ularning futqollarini kesib, ko'zlarini o'yab tashlab, xoinlik qilganligi, xiyonat qilganligi. Bu mavzuda Alloh subhanahu va taolaning bu oyatni nozil qilganligi to'g'risida asbabun nuzul so'zlanadi. Demak, oyat bundaq bir voqeaga, xos bir voqeaga munosabatli nozil bo'lgan bo'lsa-mu, ma'nosi umumdir va baqidir. Demak, ana shunday bir ishlar bo'lib qolgan taqdirda Allah'ın Resulü can ilan qilsa, insonlarni xohlagancha qanday qilsa, o'ltasa va yas'una fil ardi fasadan degani ziminda yer sharida fasad tug'dirish uchun edimit desa, bundaqlarning jazosi o'ltaganlik uchun o'ltirilgay yoki dag'a silg'ay va yoki bo'lmasa chapraz kesilgay, on qo'l putlari sho'lini kesilganligi uchun yoki yer sharida turayotgan yerdan palangay. Bu shularning jazosi edi. Endi Alloh subhanahu va taolo bu yerda bizga bir nozik nuqta shuki, bir insonning bir jinoyat o'tkazgan jinoiy ishlar ishchilarininki qatil yoki jinoyatchining jonilarining jazosinin 1, 2, 3, 4 xil bo'lganligini bayon qildi. Birinchi xili o'ltirilish lozim ekanligi. Avdiki av bilan atf qildi, yoki agar u bo'lmasa yoki manda qilsin, yoki manda qilsin. Yoki degani hammamizga ma'lum, birinchisi bo'lmasa ikkinchisi bo'lsin, ikkinchisi bo'lmasa uchinchisi bo'lsin degan gap. Ya'ni birisining o'rnini bosadigan kalima bu av yoki degani. Demakchi o'g'ini qarindoshlar bir insonning o'ltirilishi yoki dag'a esilishi yoki palej holatga tushib qolishi yoki ziminlardan panilishining o'xshash bir xususiyat ekanligini Alloh subhanahu va taolo uqtirdi. Va bizga nima lozim deganda, biz bugun turayotgan ziminlarimizdan palandik. Shunga burungi zamonlarda ba'zi jinoyat ishlarga vaqti turum bo'lmaganligi uchun turayotgan yerlardan palaydigan ish ekan. Biz palandik zimin. Bir inson ziminidan turayotgan vatanidan, turayotgan zimindan ayrildi demak, yoki dag'a esilganlik demak, yoki o'ltirilganlik demak, yoki bo'lmasa palaj holatga tushib qolganlik demak. Shu roli bor buning, boshqa bir roli yo'q. Yiltizsiz daraxtga o'xshaydi o inson. Yiltizsiz daraxtdan ne soy kutsiz, ne meva. U nimaga yaraydi o? O'tanga yaraydi. Qurib qaqshab bo'ladi. Yiltizsiz daraxt bo'lgandan keyin, yiltizsiz daraxt bir mezgildan keyin qurib qaqshalib o'tan bo'ladi. O'tan nimaga yaraydi? Tunuga yaraydi. Qanday qiladi? İnsanlar tunurni ko'ydirib, tununi qizitib, xohlagancha samsab yeydi, shu foydalanadi. Buning uchun biz bugun ziminimizdan, vatanimizdan, tuproqlarimizdan ayrilganligimiz uchun yiltizimiz yo'q, daraxtga o'xshaymiz. O'tan bo'ldik, qurdik, qaqshal oldik. Undan keyin xohlagan insonlar o'zining tunurga selish orqali vadagi go'shtlarini, kebablarini, samsillarini pishirish uchun bizdan foydalanmoqda. Bu yerda bizga berilgan eng büyük hikmet bizning millatimizga ana shundan iborat. Uning uchun nim bo'lishdan qat'iy nazar, qandaq bo'lishdan qat'iy nazar zimin muhim. Shuni Ibn Taymiyaning bir so'zi bor. Men mush sellan bilan, mush saqalim bilan, mush Hasan bilan qo'limda yo'g'on kitobimni Majmuul Fatavani ko'tarib turib, sizlarga nisbatan dushmanning tarpib turib tavsiya qilgan bo'lsam, men qarshi o'qasanglar bo'ladi dedi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamdan qarshi kelib bir sahoba deydi, "Ya Rasululloh, bir qarindishim mening ziminimni besirishni xohlaydi. Sen uningla urush qil" dedi. Musulmon bo'lsa, agar musulmon bo'lsa-mu, ya u meni o'taschi, sen shahid. Uni o'tasamchi, sen shahid. Bizning ziminimizni yoki bizning oilamizni, bizning mahramiyatimizga kofirga oyoq tursin, bizning bir qarindishimiz, musulmon qarindishimiz bizning mahramiyatimizga tajovuz qilsa, oilamizga tajovuz qilsa islomda, ziminimizga tajovuz qilsa, uni urush qilish vojib, mudofaa qilish vojib, uni o'ldirish vojib. O'lsak shahid bo'lamiz, o'ltirilsak shahid bo'lamiz, o'lsak g'ozi bo'lamiz, haqqimizni qo'g'daymiz. Halbuki bizning mahramiyatimizga, bizning oilamizga, bizning ziminimizga tajovuz qilganlar
Musulmon emas. Musulmon emaslar emas, kafirning mashaddisi. Ularning ne dini var, ne kitabı var, hech narsaga ishonmaydigan kommunist, kam numussizlar. Uning uchun nim bo'lishdan qat'iy nazar insonga nisbatan bir zimin, bir tuproq, bir vatan, bir mamlakatning bo'lishi o insonning har narsasi o. Eğer o inson zimindan ayrilgan bo'lsa, bir tarafdan yiltizsiz daraxt bo'lgan bo'lsa, bir tarafdan havoda esib qolgan narsa o'xshaydi. Shamol kelsimi langshaydi, bo'ron kelsimi langshaydi, chuvin qo'nsimi langshaydi, heri qo'nsimi langshaydi, kim nagis shu olmagan. Uning uchun bizning taqdirimiz mana shundan iborat. Chunki biz har narsamizni qo'g'daymiz, her narsamizni qo'limizga olamiz deylikimiz. O narsamiz mahramiyatimiz olsun. O narsamiz yüz abrimiz olsun. O narsamiz sharafimiz olsun. O narsamiz nim bo'lishdan qat'iy nazar. Nima desak, nimasim deb ism qo'ysak qo'yayli. Bizga eng muhim narsa turayotgan zimin. Biroq Alloh subhanahu va taolo Adem alayhissalatu vassalamni berilgan jannatidan chiqarganida minha xalaqnakum va fiha nu'idukum va minha nukhrijukum taratan ukhra. قل نهبطوا بعضكم لبعض في الأرض ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Sizler bir yerden düşünler, zımınga düşünler dedi. Zımında sizlere nispeten bir müddet kişilik menfaatiniz var dedi. Minha halaknakum. O zımından bizden sizini yarattık. Minha halaknakum. Ve fiha nu'idukum. O zımınga kaytırmaz. Ve minha nukhrijukum. O zımından kayta sizlerini çıkarınız dedi. Adem aleyhissalatu vesselam'ın vatani Fırak dedi. Zimin idi. Zimin demek vatan demek. Onun için din mi, İslam mı? Hak emas, taş emas. İnsanın yüzü için nazil oldu. İnsan havada yaşayamalığı için, denizin üstünde suda yaşayamalığı için onun hem zimin lazım. Toprak lazım. O toprağın ismi ana vatandır. Ana topraktır. Onun için toprak ana okşaştır. Ana her narsa olan, merhameti olan, şefkati olan, şicaati olan, fidakarlığı olan, kurbanlığı olan, tülgen bedeli, akkan terleri olan insanın öz kanıtıga ağandık, zimin, toprak, vatan, öz sahibin en şundak kanıtıga ağalığı için ana toprak, ana vatan deyildi. Şunlaş kızımın pek mühim. Şunu Allah subhanahu ve teala bana bir yerde ya öldürülüş, ya dağıstılış, ya palacalar keltiriliş, ya ki turayotgan ziminden palash dedi. Bu xil ko'rinishning har birisidan farqi yo'q ekanligini Alloh bu yerda bizga ta'lim bermoqda. Zalika lahum khizyun fid dunya va lahum fil ahirati azabun azim. Ana ashla ular uchun dunyoda xorliq, oxiratda ham buyuk azobdir. Illallazina tabu min qabli an taqdiru alayhim ta'lamu anna Alloha g'afurur rahim. Faqat tavba qilganlar shuningdan ilgariki taqdiru alayhim sizlar ularga qodir bo'lgaysizlar. Bundan ilgari qanday qilgay? Tövbe kılgan insanlar bunun müstesna. Bununla cezben Allah subhanahu wa ta'ala mutlak mağfiret kılgıçıdır, mutlak mihribandır dedi. Bugünkü dersimiz bir şey olsun.